NATO bu Shimoliy Atlantika bitimi. Bu davlatlarni harbiy siyosiy tomondan birlashtirib turadi. Ushbu bitim 1949-yilning 4-aprelida qabul qilingan. Asosiy sabab Sovet ittifoqini quvvatlanib ketishi va Yevropa davlatlarini undan himoya qilish edi. Boshida NATO a'zolari 12 ta davlat edi. Bular AQSh, Kanada, Islandiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Belgiya, Niderlandiya, Luksemburg, Norvegiya, Daniya, Italiya va Portugaliya NATO'ni birinchi a'zolari edilar. NATO'ni oliy maqsadi kimga nisbatan zulm boshlansa, darhol unga yordam qo'lini cho'zish edi. NATO tashkil topgandan boshlab diqqat markazida SSRni ushlab turardi. Keyinchalik bu ro'yxatga SSR boshchiligida 1955-yil tuzilgan Varshava bitimi a'zolari ham kirgizildi. Shunday qilib, Gretsiya va Turkiya 1952-yil NATOga a'zo bo'ldi. Shunda bu jarayon NATOni birinchi kengayishi deb ataldi. Muhim strategik mavqeini egallagan holda Turkiya ko'p vaqtlardan beri ittifoqchilariga sadoqat bilan xizmat qilib keldi. U NATOni xavfsizligiga katta hissa qo'shgan. Ayniqsa Sovuq urush yillarida SSRga qattiq qarshilik ko'rsatib turgan. AQSh va NATO Gretsiya hududini SSRga qarshi jangda qulay platsdarm deb hisoblashdi. NATOni a'zosi sifatida Gretsiya xalqaro muammolarini o'zi mustaqil hal qilardi. 1954-yil SSR NATOga qo'shilish uchun ariza tashlaydi. Lekin ariza rad etiladi. SSRni ittifoqchilarga qo'shilmoqchiligini sababi NATOni tekshirib ko'rish edi. G'arbiy Germaniya 1955-yil NATOga a'zo bo'ldi. Qo'shilish barobarida FRG okkupatsiyasi tugadi. O'shanda Germaniyaga rasmiy ravishda qo'shin tutish ruxsat berildi. 2 kunda 5000 piyoda askar, 12 ta tankli diviziya, 1350 ta samolyot to'plandi. 1966-yili Fransiya NATO tarkibidan chiqdi-yu, siyosiy aloqasini saqlab qoldi. Bu vaqtga kelib u yadroviy qurol bo'yicha oldinladi. Mamlakatni AQSh bazalari tark etdi. Endi Fransiya NATO mojarosiga aralashmasdi. Shunday bo'lsa-da, SSRdan qo'rqib, NATO bilan ikkita shartnoma tuzib qo'ydi. 1974-yili Gretsiya ham NATOdan ketdi. Bunga sabab Turkiya Kiprni olib qo'ygani bo'ldi. Bu greklarni g'azablantirdi, lekin bunga chora yo'q edi, chunki Turkiya ham NATOdan edi. Gretsiya prezidenti Karamanlis uni davlati NATOdan chiqishini e'lon qilganidan AQShliklarni noroziligiga uchradi va 1980-yil Gretsiya yana harbiy tashkilotga qaytdi. 2 yildan so'ng 1982-yilning 30-mayida Ispaniya NATOga qo'shilish uchun ariza yozadi. NATO darhol uni o'z tarkibiga qo'shdi. AQSh Ispaniyani oldinroq tarkibda ko'rishni xohlagandi, lekin Britaniya va Fransiya qarshilik qilgandi. 1990-yilning 2-avgustida Iroq Kuvaytga hujum qilib, zo'rlik bilan uni neftini tashiy boshlaydi. Darhol mojaroga SSR, OON, Xitoy va NATO aralashadi. Bunda 3 davlat embargo e'lon qilib, bittasi askar ishlatadi. Yevropa Iroqning hisobini muzlatsa, NATO harbiy kuchlari bilan urushni 2 kunda yakunlaydi. Germaniya qo'shilishi bilan sobiq GDR hududi ham qo'shib olindi. Germaniyaning sharqiy qo'shnilari ham orqada qolmadi. 1999-yili Vengriya NATOga qo'shildi. Aholini 97% NATO 1997-yil taklif qilganda qo'shilish tarafdori edi. Sabab OVD Vengriyani doim bosim ostida ushlagani ekan. Mana 1956-yildagi OVD qo'shini Vengriya hududida. Bu holat mamlakatga og'ir botgandi. Ovoz berganlar agar bu voqea bo'lmaganda edi, NATO haqida o'ylab ham ko'rmasdik deb alohida qayd etishdi. NATO bilan shartnoma tuzish ishlariga Horn Jula bosh-qosh bo'ldi. Sovuq urushdan keyin tarkibga Polsha qo'shildi. Lekin 90-yilning birinchi yarmida NATOning taklifiga muhtoj emasdi. Davlat
armiyasini nazorat qila olmasdi, noqonuniy qurol-yarog' savdosi avj olgandi va davlatda antisemitizm mavjud edi. Chexiya ham qo'shnilaridan ortda qolmadi. Bu yerdagi holat Vengriyaga o'xshash edi. 1968-yili Pragada sotsializmni qo'llab-quvvatlash uchun miting tashkil qilindi. Bu qo'zg'olon Varshava tashkilotchilarining askarlari bilan bostirildi. Chexiya bu holatni eslab qoldi va haligacha Rossiyani yoqtirmaydi. 1999-yili NATO Yugoslaviyani bombardimon qildi. Buni sababini etnik tozalash deb aytdi. Bunda NATOga havo yo'llarini ochib bergan Serbiya bo'ldi. Albaniya armiyasi bo'lsa Kosovoni tozalashda faollik ko'rsatdi. Bu voqea tarixda Kosovo urushi nomi bilan muhrlandi. 2004-yil NATOga Pribaltik davlatlari qo'shildi. Bular Estoniya, Latviya, Litva edi. Bular oldin SSR tarkibida bo'lgan va NATOga qo'shilgan davlatlar ichidan birinchi bo'lishdi. Ularni NATOga qo'shilishi tashkilot uchun muhim bo'lgan masalalardan biri edi. Ulardan keyin Bolgariya, Ruminiya, Slovakiya va Sloveniya ham qo'shildi. Bularning faolrog'i Ruminiya edi. Oxirgi vaqtlarda AQSh va NATOni qiziqishi ko'proq Kavkaz Qora dengiz mintaqasiga tushgandi. Bu regionlarni nazorati uchun Ruminiya juda katta rol o'ynardi. 2009-yili Fransiya NATOga qaytdi. Rahbarlarining aytishicha, bu uni mustaqilligini kengaytirar ekan. Oldinlari harbiy operatsiyani hududdan uzoqda o'tkaza olmasdi. Endi esa Fransiyani ta'siri kengroq bo'ladi. O'sha yili Xorvatiya va Albaniya NATOni yanada kengaytirdi. Albaniya alyansga qo'shilib, u yordamida Buyuk Albaniya davlatini tuzmoqchi bo'ldi, ya'ni Kosovoni o'ziga qo'shib olmoqchi bo'ldi. Lekin buni NATO qo'llamadi. 2008-yilda Gruziya NATOga qo'shilmoqchi bo'ldi va Janubiy Osetiya bilan ziddiyati borligini ma'lum qildi. NATO Soveti bu qiyin vaqtda Gruziya bilan yaqinligini aytib, shu barobarida uzoqligini ham ma'lum qildi, ya'ni tarkibga qo'shmadi. 2014-yili Donbassda boshlangan urush sababli Ukraina Rossiyaning g'azabidan qo'rqib darhol NATOga qo'shilishga kirishdi. Bungacha davlat tarkibda emasdi. Lekin bu hududlarda Rossiya qo'shini borligi sababli Ukrainaga betaraflik qo'llanildi. Tarkibga eng oxirgi bo'lib 2017-yilda Chernogoriya qo'shildi. NATOga ariza yozishining asosiy sababi savdo va siyosatiga Rossiyani ko'rsatadigan bosimi ekan. Hozirda NATO tarkibida 29 ta davlat bor. Umumiy hisobdagi harbiy xarajat dunyo harbiy xarajatini 70% tashkil qiladi. Eng katta hissador bu AQSh bo'lib, uning hissasi 641 million dollarni. NATOning budjeti esa 892 milliard dollarni tashkil qiladi.